Assalomu alaykum, hurmatli samarqandliklar. Mana Jamshid akamni sexlariga keldim. Uyimga g'ishlab olyapman, arzon qilib berdilar. Akajonim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, bu g'ishlangizni o'zingiz chiqarasiz, akajon? O'zimiz chiqaramiz, ha. Bu kvadrati nechi pul? 90 ming so'mdan bo'ladi. Mani obunachilarim kelsa, nechi pul qilib berasiz, akajon? Kelishtirib arzon qilib beramiz. 80 mingdan qilib berasiz bu kvadratini. Podpischiylarim kelsa. Qilib beramiz, aka. Bitta manzili tushuntiring, akajon. Pastdarg'om tumani Charxin mahallasi, Charxin sentrdan kirishda kollejda oldida. Pullaringiz bor, lekin qanaqa biznes qilishni bilmayapsiz. Hozir men sizlarga zo'r ajoyib taklif beraman. O'rtoqlar, Samarqandda yagona bo'lgan mana bunaqa qoliblarimizdan kelgan. Bu qoliblarimiz fasadni plitka ishlab chiqaradi. Buni bosib o'rtoqlar soqqani qilishlaringiz mumkin. Uyda ofis, zavod deb o'tirmasdan, uyda o'zida ham soqqani bosishlaringiz mumkin. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Xullas, soqqani bosish kerak. Jamshid aka, ko'rib turibman, juda ko'p assortimentingiz bor ekan. Yana qanaqa ranglaridan bor, akajon? Mijozlarning talabiga qarab har xil rangda chiqarib beramiz. Sizlar uchun bo'lsin, hech qachon sizlarga yomon narsa tavsiya qilmaganman, bundan keyin ham qilmayman. O'rtoqlar, ko'rib turganingizdek fasadni plitkalarimiz qor, yomg'irda ham umuman ranglari o'chmaydi, sinmaydi, ham karchil qilib yuvsalaringiz bo'ladi. Akalar, qaranglar, mana shu akamiz o'z qo'llari bilan mana shu fasad plitkalarni ham o'zi ishlab chiqaradi. Butun armiyasi bilan birga. Bu akamiz bitta shunga qarata qolinmagan. Mana bu xalq tilida aytganda plitalari ham bor. O'rtoqlar, bemalol kelib olib ketishlaring mumkin.